Assalomu alaykum azizlarim. Bugun anordan вообще cho'tki marmelad qilamiz. Sokini urug'idan ajratamiz. Menda примерно 3 stakan, ya'ni 1 litr sokka men 2 qoshiqcha kukuruzni kraxmal sovoraman, aralashtiramiz. Kraxmalni o'ziga marmelad sinuvchan bo'lib qoladi-da, ya'ni elastikniy pulgi bo'lmaydi. Unga biz 1 qoshiqchalik jelatin sovoramiz. Jelatinni qaynatsa, u xuddi jvachkaga o'xshab qattiq bo'ladi. O'shaning uchun biz buni jelatinni ham qaynatib yoramiz. Unga 1-2 qoshiqchalik shakar sovoramiz. Atinab kraxmal solamizki, kiselообразный bo'lishi uchun. Просто jelatin emas, именно kiselообразный. Mana ancha quyildi bu уже. Yong'oqlarimizni solamiz, aralashtirib. Endi buni sovutamiz-da, keyin xolodilnikka 3-4 soatga qo'yamiz azizlarim. Mana домашний yong'oqli marmeladmi, rahatluqummi deydimi, tayyor bo'ldi. Buni hozir endi yeb ko'ramiz azizlarim. Sahrni pudra taxtaga sepib oldim. Opa. Endi idealniy emas-ku. Buni ajoyibligini qaranglar, mana buni qaranglar. Вообще bu жевательный, ne umuman mana qaranglar. Mana voy 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 voy. Ana. Bismillahirrohmanirrohim. Вообще. В общем, бомба мармелад. Anorli, yong'oqli bomba marmelad. Вообще zo'r. Объедение. Вообще bomba marmelad, yong'oqli marmelad. Bunaqa narsa yemaganman. Tabiiy, mazzali и в общем cho'tki narsa. Hammalarga tavsiya qilaman azizlarim. Osh bo'lsin. Do'mboqqina mana, yumshoqqina o'rama xonimlar. Kelinglar. Adres Bog'rabon 29. Kelinglar. Sousini alohida olsanglar, akkuratniy qilib bunday idishlarga solib beramiz, ko'rasizlar. Chiroyli bo'lib boradi. Borasida bitta ustiga surib mazza qilib yuborasizlar. Bu mana hamarqasi dona-dona go'shtli, dona-dona qiyma go'shtli. Kelinglar mana shu hamarqasiga. Dirkillab turgan go'shtli mantilar. Mana. 3 toza go'sht, piyoz juda ham ozgina. Bu qato'lar bilan mazali bo'ladi, mazali.